Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugun o'zbek tilini o'qitish metodikasi fanidan o'zbek tili o'qitishning metodlari haqida gaplashamiz. Ma'lumki, dars ikki yoqlama jarayon bo'lib, unda o'qituvchi ham, o'quvchi ham faol ishtirok etadi. Shuning uchun o'qitish metodlarini tasnif qilishda nafaqat o'qituvchi faoliyati, balki o'quvchi faoliyati ham asos bo'lib xizmat qilmog'i lozim. Ona til darslarida qo'llanadigan o'qitish metodlari nafaqat bilimlarni bayon qilish yoki uni mustahkamlashga xizmat qilishi, balki o'quvchilarning mustaqil bilim olishini ham hisobga olishi, ta'lim jarayoniga izlanuvchanlik, tadqiqotchilik unsurlarini qo'shishi orqali ijodiy faoliyatga tayyorlashi lozim. Ana shu nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, metodist olim G'ulomov ta'lim metodlariga to'xtalib o'tish lozim. G'ulomov ta'lim metodlarini dastlab quyidagi ikki guruhga ajratadi. Birinchisi o'qituvchi faoliyati bilan bog'liq metodlar bo'lsa, ikkinchisi o'quvchi faoliyati bilan bog'liq metodlardir. O'z navbatida o'qituvchi faoliyati bilan bog'liq metodlarni yana ikki guruhga ajratish mumkin. Birinchisi bilimlarni tayyor holda bayon qilish, ikkinchisi bilimlarni muammoli yo'l bilan bayon qilish deb nomlanadi. O'quvchi faoliyati bilan bog'liq metodlar esa qayta xotirlash, qisman izlanuvchanlik, izlashga asoslangan metodlarga bo'linadi. Endi mana shu metodlarga to'xtalib o'tsak. Bilimlarni tayyor holda bayon qilish metodi. Bu metod ona tili o'qitishdagi eng ko'p tarqalgan metodlardan biridir. Bayon yordamida murakkabroq, ayniqsa o'quvchilarga oldindan ma'lum bo'lmagan ma'lumotlar izohlanadi. Ko'pincha til hodisalarining mohiyatini tushuntirish, o'quvchilar bilimidagi bo'sh tomonlarni to'ldirish, qo'shimcha ma'lumot berish, savollarga javob qaytarish maqsadida bu metodga murojaat qilinadi. Bu metod juda ham yaxshi metod, lekin buning ijobiy ham, salbiy ham tomonlari bor. Ijobiy tomoni vaqtni tejash imkoniyati tug'iladi. Bu o'z navbatida bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash va takrorlashga ajratilgan vaqt miqdorini ko'paytiradi. Va salbiy tomoni esa bu jarayonda o'quvchining fikrlash faoliyati ma'lum darajada chegaralanishi. Ko'p hollarda o'quvchi ta'lim jarayonining faqat tinglovchisiga aylanib qolishi mumkin ekan. Ona tili darslarida bilimlarni muammoli yo'l bilan bayon qilish metodi. Bu ham o'qituvchi faoliyati bilan bog'liq metod bo'lib, o'quvchi til hodisalarini tayyor holda o'zlashtirmay, uni izlasa, ijodiy faoliyat ko'rsatsa, o'zlashtirish jarayoni ancha samarali bo'ladi. Muammoli ta'lim ana shunday izlanish va ijodiy faoliyat ko'rsatish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Bu metod shaxs va uning ijtimoiy faolligini har tomonlama rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Muammoli vaziyat yaratishda sinf o'quvchilarining o'zlashtirish darajasi, til hodisalarini tushunishi va aqliy faoliyat usullaridan foydalanish kabilar ham hisobga olinadi. Agar sinf o'quvchilarining o'zlashtirish darajasi past bo'lsa, osonroq ijodiy amaliy topshiriqlardan foydalanishga to'g'ri keladi. Ona tili darslarida o'quvchilarning mustaqil bilim olishini quyidagi 3 ta metodga ajratish mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bular o'quvchi faoliyati bilan bog'liq metodlar bo'lib, birinchisi qayta xotirlashga asoslangan metodlar, ikkinchisi qisman izlanuvchanlik metodlari va uchinchisi izlanishga asoslangan metodlar hisoblanadi. Bu metodlarning har biri ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilarni faollashishga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Qayta xotirlashga asoslangan metodlar bular o'quvchi oldida muayyan bir qiyinchilik yaratmaydi va u tayyor o'quv materiali bilan ish ko'radi. O'rganilgan til hodisalarini xotirada tiklash, topshiriqni to'laligicha muayyan andoza yoki namunaga qarab bajarish kabi shunday topshiriqlar sirasiga kiradi. Ona tili mashg'ulotlarida bajariladigan bir qator ish turlari, jumladan ko'chirib yozish, izohli yozuv, saylanma diktant, muayyan andazaga qarab bajariladigan fonetik, leksik, morfologik, sintaktik tahlillar
berilgan she'riy matn mazmunini nasriy yo'l bilan bayon qilish kabi topshiriqlar o'quvchilardan bilimlarini xotirada tiklashni talab etadi. Qisman izlanuvchilik metodi. Ikkinchi bu metodimiz qisman izlanuvchilik metodi tarkibidagi, demak, muhim narsalardan biri shuki, demak, nuqtalar o'rniga zarur harflar, kelishi qo'shimchalari, so'zlarni topib qo'yish, ma'lum bir so'zni uning ma'nodosh, uyadosh, qarama-qarshi ma'noli so'z bilan almashtirish, berilgan gaplar yoki matnning mazmunini saqlagan holda shaklini o'zgartirish, berilgan tayanch so'zlar yoki so'z birikmalaridan foydalanib gaplar yoki matnlar tuzish o'quvchilardan qisman izlanishni talab etadi. Chunki bu topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchi ma'lum darajada yordam oladi. Berilgan so'zlar, so'z birikmalari va gaplar o'quvchida, demak, topshiriqni bajarish uchun ko'mak bo'ladi. Uchinchisi, izlashga asoslangan metod hisoblanadi. Izlanish til materiallarini ijodiy faoliyat ko'rsatish bilan o'rganish demakdir. Shubhasiz, o'quvchi ona tili mashg'ulotlarida ma'lum bir yangilik kashf etmaydi, balki berilgan ma'lumot mazmunini ijodiy yo'l bilan o'rganadi. Bu metod o'quvchidan oldin o'rganilganlarni tamoman yangi sharoitda qo'llashni talab etadi. Ona tili mashg'ulotlarida yoziladigan insholar, o'qilgan badiiy asarga taqriz yozish, maqola yozish, ilmiy ma'ruzalar tayyorlash o'quvchini hech qanday andaza yoki tashqi yordam olmasdan bajariladigan asosiy ishlardir. Demak, ona tili mashg'ulotlarida o'quvchi faoliyati o'z-o'zidan faollashmaydi albatta. U birinchi navbatda o'qituvchi tomonidan to'g'ri tanlangan metod bilan bog'liq. To'g'ri tanlangan metod uni rivojlantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.